O'ylashingiz mumkin, yaponlar juda ham mehribon xalq, beg'ubor animelar ishlab chiqaradi deb. Lekin urush paytida ular Agar keyingi videomizda bosh qahramon bo'lishni xohlasangiz, hozirroq kommentariyada o'z ismingizni yoki do'stingizning ismini yozib qoldiring. Video boshlanishidan oldin like bosib, obuna tugmasining ustiga o'tirib olishni unutmang. Men esa videoni boshlayman. Bir 1945-yilda Yaponiya urushda yutqaza boshlaydi. Har kuni janglar boy berilib, ko'plab askarlar halok bo'lardi. Shu payt 731-bo'linma boshlig'i Lazes rahbarlariga o'zi yaratgan suv filtrini ko'rsatadi. U filtrga achchiqqina qilib siysangiz, shiringina qilib suv chiqarib berar ekan va urushda g'alaba qozonish uchun o'lat tarqatadigan kalamushlardan foydalanishni taklif qiladi. Ayni paytda Xitoyda pista ko'zli Ilyosbek savdogarlarga shu filtrni ko'rsatib nusxa yasashni buyuradi. Chunki odamlar o'lat sabab toza suvga muhtoj edi, lekin yapon askarlari bostirib kirib, ularni ushlab ketishadi. Ilyosbek mahbuslarga to'la poyezdda uyg'onadi va keyin lagerga olib boriladi. U yerda erkaklar va ayollar alohida qilib ajratilgan, bir-biri bilan chaqishib qo'ymasligi uchun G'anisher xotinini bir marta bo'lsa ham oxirgi marta o'pishga urinadi, lekin kaltaklandi. Erkaklarni hammomga olib kirishadi va muzday suvda cho'milinglar deydi va Gulirano ismli hentaydagi qizlarga o'xshab ketadigan yaponka kirib kelib, ularni yap-yalang'och bo'lsa ham tomosha qilib turadi va Omadbek ismli tarjimon sovetlarni yashirincha ogohlantirmoqchi bo'lgani uchun fosh bo'ldi va g'amini edi. Keyin Ilyosbek, G'anisher va kichkina bola Hakimjon kameraga tashlanadi. U yerda Avazbek ismli mahbus kalamush orqali ayollar kamerasi bilan aloqa qilayotgan ekan. Bu erkaklar qanday bo'lmasin ayollar bilan aloqa qilish yo'lini topadi o'zi. Ertasi kuni kameradoshlar yaqindan tanishmoqda. Ilyosbek ko'zimni pistaliga qaramanglar, ko'p hentay ko'rganman deydi. G'anisher ham o'zini tanishtirib, xotini Sabohatni shifokor va u homilador ekanini aytdi. Hakimjon esa o'zi yosh bola bo'lsa ham kallasi katta ekan va agar yaponlar ularni o'ldirmoqchi bo'lsa, allaqachon o'ldirib bo'lishardi. Ularni boshqa maqsadi bor, bizni qozonga solib dimlama qilishmoqchi deydi. Shu payt Ilyosni ikkita askar olib ketadi. U qarshilik ko'rsatdi, lekin urib qushidan ketkizishadi. U uyg'onganda esa elektr stulga bog'langan, Gulirano esa qizib turgan temir nonning kalbasasiga bosib, dudlangan kalbasa qilmoqchi. Keyin uni xonaga olib kirib, faqat til bilish kerakligini aytdi va uni Omadbekning o'rniga o'rinbosar qildi. Uni vazifasi endi mahbuslarga ovqat tarqatish va turli tillarda ularga sizlar yaqinda ozod bo'lasizlar deb yolg'on gapirish. Shu joyda pauza qilib videoga like bosib qo'ying. Like'lar soni ko'p bo'lsa, yangi videolar soni ham ko'payadi va video qanchalik qiziqarli bo'lishi ham bosgan likeingizga bog'liq. Like'lar uchun oldindan rahmat. Bir kuni marosim paytida ba'zi mahbuslar endi sizlar ozodsizlar deb olib chiqiladi. Ilyosbek ham ularga qo'shilmoqchi bo'ldi, lekin uning o'rniga odam yo'qligi uchun ketolmaysan deyshadi. Ilyos tasodifan cheklangan hududga kirib qoladi va o'sha yerda u Omadbekni butun oilasi gaz bilan o'ldirilganini ko'rib qoldi va bu yerdagi mahbuslar umrini oxirigacha ozod qilinmasligini tushundi. Ertasi kuni mahbuslarga morfinni videolari ko'rsatiladi va hammasini dumitikka bo'lib, "Ayollarni beringlar bizga!" deb baqiryapti. Yaponlar propaganda filmlarini qo'yadi va unda Yaponiya ulug'ligi haqida gapiriladi. May oyida AQSh Tokioni bombardimon qiladi va IShID guruhi o'z rejasini tezlashtirish buyrug'ini oldi. Ko'plab mahbuslar o'lat bilan zaharlanadi, laboratoriya esa o'lat tarqatadigan kalamush va burgalarni ishlab chiqarishda davom etmoqda. Ilyosning boshiga qop kiydirib orqasidan tas degan ovoz eshitiladi. Bu qadam tovushlari ekan va uni pastki qavatga aylantirib olib tushadi. U atrofni eslab qolishga harakat qiladi, ammo foydasi yo'q. Podvalda esa qarib quyilmagan Yobir bobo film boshidagi Lazes qizchalarni achom-achom qilib o'tirgan ekan. Ilyos ertasi kuni necha qadam yurganini eslab pastga olib tushadigan liftni topdi, ammo askarlar uni ushlab Guliranoni huzuriga olib boradi. U yerda bir nechta mahbuslar dahshatli tajribalar qurboni bo'layotgandi. Birisining terisi shilib olinsa, ikkinchisi tiriklayin muzlatilardi. Va Gulirano Ilyosga keyingi safar xato qilsang, nafaqat dudlangan kalbasa, qazi qilib yuboraman deydi.
Keyin Hakimbek ozod qilinadi, lekin Ilyos uni o'limga ketayotganini bilardi va bu qamoqxonada ko'rib turganingizdek o'ris qizlari ham bor ekan asalchalarim, va buni ko'rgan miltiqlarim turib ketdi va otishma boshlanib hamma tiz cho'kadi. Avaz nihoyat yorildi, qochish rejasini aytdi va Ilyos bilan hamkorlik qilmoqchi. Tunda ular xaritani yashirib ishlatishmoqchi bo'lganda, askarlardan biri ularni payqab qoldi va Ilyos siydik filtri bilan uni o'ldirishga majbur bo'ldi. Shundan so'ng Ilyos uning formasini kiyib, o'likni pastki qavatga olib ketmoqda va u yerda dahshatli manzara. Minglab jasadlar yoki yoqib yuborilardi, yoki terisidan atir-sovun tayyorlanardi. Sovun ishlatmayman endi. Ayni paytda kallasi katta Avazbek kalamushni ayollarning kamerasiga yubordi va tez orada askar o'lganidan hamma xabar topdi va Gulirano azartda hamma mahbusni bezvazilin dubinka bilan qiynamoqchi. Avazbek endi tirik qolmasligini tushundi va Hakimbekni o'ldirib qiynoqlardan qutqarmoqchi, ammo uni to'xtatib qolishadi. Guli har birini raqam bilan chaqiradi, lekin Avaz o'z ismini aytishini talab qiladi. Guli esa uni o'ldirdi va tartibsizlik boshlandi. Ammo askarlar tezda ularning o'pkasini bosib qo'yadi. Avazbekning jasadi olib ketildi va Ilyosning qochish rejasi barbod bo'ldi. Ertasi kuni Ilyos qon to'kilgan joylarni tozalaydi. U yashirin reja haqida o'ylab, 2-iyul kuni Yapon bayrami bo'lishini va shu kuni qochish uchun eng yaxshi fursat ekanini bilib oldi. Laboratoriyada esa dahshatli tajribalar davom etmoqda. Bir odam kasal xotini uchun yordam so'raydi, lekin askarlar uni otib to'xtatadi va hatto qo'llarini kesib tashlaydi. Yangi mahbuslar kelganda Ilyos ulardan hozir sana nechi deb so'raydi, lekin ular ham bilmas ekan. Keyin u Sabohatning xonasini tozalashga majbur bo'ladi. Kechqurun Hakimbek va G'anisher qog'ozga yozilgan xabarlarni Avazning kalamushi orqali boshqa mahbuslarga yuborib, qochish rejasini tarqatishadi. G'anisher esa bolasiga Qamoqbek deb ism qo'yadi. Ilyos esa bu ismni olmaga o'yib yozib, Sabohatga berdi. Keyin bir kasallangan ayol Sabohatning xonasiga keltiriladi. Sabohatning esa ko'ngli yumshoqqina ekan ko'rinib turibdi o'zi va Ilyosdan dori tayyorlash uchun yordam so'raydi. Ilyos esa yashirincha kerakli narsalarni o'g'irlashga urinadi, lekin ishni to'liq muvaffaqiyatli qila olmaydi Dovdir. Ilyos oltin gugurtni zo'rg'a zaxiradan topdi. Sabohat esa o'q ichidagi oltin gugurtdan tutun chiqarib dori tayyorlaydi va kasal ayolga beradi. Ishi guruhi va uni qariya rahbari Laziz esa qayerdagi xitoylik ayol o'latga ulardan ham tezroq davo topganini ko'rib g'azablanmoqda. Qochishdan 3 kun oldin mahbuslar o'rtasida arqon tortish musobaqasi bo'ladi. Ulardan yutganlari ozod, yutqizganlari esa kechki ovqatga tandir kabob bo'lar ekan. G'anisher hali rivojlanmagan Hakimbekka qarshi kurashdi va "Men-ki bu hayotda xotin ko'rganman, sen ko'rmagansan, uka" deb ataylab yutqazib beradi va Ilyosdan "Xotinimga g'amxo'rlik qil, faqat qo'lingni tekkizma, iplos" deb olib ketiladi. Keyingi kun Ilyos yangi mahbuslarni qabul qilishda ishlaydi, lekin ko'pchiligi kasal bo'lgani uchun tajribaga yaramaydi ekan. Keyin laboratoriyada yangi xavfli virus ishlab chiqarilayotgani aytiladi. Qochish kuni keladi. Yaponlarning ko'pchiligi esa festivalga ketgan. Ilyos ataylab olmalarni tashlab qo'riqchilarni chalg'itadi va bir nechta askarlarni o'ldirib yo'lni ochdi. Hakim kalamushdan kalitlarni topib, barcha kameralarni ochdi. Mahbuslar ozod bo'ladi va ularning ichida Sabohat ham bor. Ular chiqishda askarlar bilan jang qilib oldinga yurishadi. Suv purkagichlari ham ularni to'xtata olmaydi. Guruh 2 ga bo'linadi va bir qismini Hakimbek olib ketadi. Ilyos esa Sabohat bilan boshqa yo'ldan ketdi. Yo'lda ular dahshatli qiynoqlarni ko'rsatiladi. Muzlatilgan, yoqilgan va kesilgan mahbuslar. Ilyos bu manzaralardan shok holatiga tushib, yo'lni adashtira boshlaydi va dovdirab qoldi. Ilyos Sabohatni qutqarish uchun uni xuddi o'likdek kiyintirib morgxonaga olib kirganda, Sabo jasadlar orasidan G'anisherni, erining jasadini ko'rib qoldi va G'anisher uni ko'rishi bilanoq vafot etdi bechora. Ilyos uni tortib chiqarmoqchi bo'ladi, ammo tashqarida Ishi va uning odamlari ularni kutib turgan ekan. Keyin Sabohat laboratoriyaga olib boriladi. U yerda homilador ayollarning qornini yorib chaqaloqlarni tajriba uchun tortib olishar ekan. Ilyos buni ko'rishga majburlanadi, lekin dahshatdan derazani urib qoni bilan to'sdi. Keyin lager o'lat yo'qtirilgan burgalar bilan bombalar tayyorlaydi va mahbuslarni maydonga hojlarga bog'lab sinov o'tkazadi. Bombalar ochilib, burgalar tarqaladi. Ilyos o'zini bo'shatib Hakimbekni ham qutqaradi, ammo yapon askarlari qarshilik ko'rsatib, olov purkagichlari bilan ko'plarni yoqib yubordi. Bu katta qirg'in bo'ldi. Rahbarlar esa buni maza qilib tomosha qilmoqda.
Keyin barcha chalajon jasadlar chuqurlikka tashlanadi. Ilyos va Hakimbek omon qolishga harakat qilmoqda, ammo Hakim chiqaman deb yiqilib tushdi. Ilyos uni qutqara olmaydi va bolakay omonatini topshirdi. Shundan so'ng film so'ngida Ilyos ham tiriklayin ko'mib tashlanadi va bu filmda yovuzlik g'alaba qozondi. Endi urush paytida bilmadim, lekin hozirgi yaponlar juda ham yaxshi xalq. Animelari, hentaylari, qizlari. Agar shu videoda 5000 ta like bo'lsa, Yaponiyaga borib, yapon qiziga uylanaman. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.